2009-yilda Prezident ta'lim muassasalari agentligi tashkil etildi. 2022-yilda esa ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligiga nomi o'zgartirildi. Agentlik tarkibida 14 ta Prezident maktabi, 9 ta ijod maktabi, 2 ta sport maktabi hamda 185 ta ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyat yuritmoqda. Maktab internatimizda uzoqdan kelgan o'quvchilar uchun nafaqat turar joy, balki 5 mahal bepul ovqatlanish imkoniyatiga ham egadirlar. G'ijduvon tuman ixtisoslashtirilgan maktab internati aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashgan bo'lib, 5-sinfdan aniq fanlarga, 7-sinfdan esa tabiiy fanlarga qabul jarayonlari boshlanadi. Maktabimizda nafaqat 10-11-sinflar, balki 9-sinflardan ham muddatidan oldin talaba bo'lgan o'quvchilarimiz kam emas. Guvohi bo'lganingizdek, uzoqdan kelgan o'quvchilarimiz uchun ham qulay, shinam yotoqxonalar mavjud. Unutmang, oilangiz uchun qulay iqtisodiy sharoit va farzandingiz uchun sifatli ta'lim. Iqtidorli o'quvchilar bilan o'qish imkoniyati va maktabimizda har oyda o'tkaziladigan blok test jarayonlari faqatgina G'ijduvon tuman ixtisoslashtirilgan maktab internatida.